Hammaga salom, siz bilan Sindor YouTube kanali. Bugun biz siz bilan botning kreatorligini, ya'ni bot egalik huquqini o'tkazishni o'rganamiz. Demak, ushbu funksiya aynan bugun qo'shildi. Video shoshilinch tayyorlangan uchun sal sifatsizroq chiqqan bo'lishi mumkin. Video kompyuterda videoga olindi, desktop versiyada. Demak, biz boshlaylik. Desktop versiyaga o'tamiz va o'zimizga kerakli akkauntimizni tanlab bot fazerga yozamiz. Birinchi bo'lib bot fazerga. Demak, bot fazerga kirgach, birinchi biz start tugmasini bosib olamiz. Start bosganimizdan so'ng bu yerda bizga my bots komandasi chiqadi. Komandani bosamiz, komandani kiritamiz va o'zimizga kerakli botni tanlab olamiz. Demak, men tanlayman, mana shu botni tanladim. Demak, bu yerda transfer ownership degan knopka mavjud. O'sha knopkaga bosamiz va birinchidagi knopkani bosamiz. Keyin esa biz bizdan foydalanuvchining username yoki da nomeri so'raladi. Ushbu username va nomerni kiritamiz. Demak, sal tushunarliroq bo'lish uchun yozib ham tushuntirdim. Account username yoki da nomeri botga kiritiladi. Demak, username ni kiritib yuboramiz. Yuborganimizda bizda xuddi shunaqa xabar chiqishi mumkin. Bu foydalanuvchi o'sha o'tkazilmoqchi bo'lgan botga start bosmaganligidan darak beradi. Agarda start bosgan bo'lsa ham o'sha botni o'chirib tashlagan bo'lishi mumkin. Demak, ushbu xabar chiqsa, siz xuddi quyidagi yo'l tutasiz. O'sha botni topasiz, o'sha botga o'tasiz va o'sha o'tkazmoqchi bo'lgan akkauntingizdan start tugmasini bosasiz. Demak, bu yerda tushunarliroq bo'lish uchun yozib tushuntiryapman. Demak, xuddi aytganimdek, o'sha o'tkazmoqchi bo'lgan akkauntimizga o'tamiz va o'sha botni topib, mana bu yerdan botni nomini bilib olamiz va o'sha botga o'tib start tugmasini bosamiz kerakli akkauntimizdan. Demak, boshlash. Demak, transfer ownership bosamiz va username ni kiritamiz. Sindorbek noto'g'ri ketib qoldi. Sindorbek. Demak, yes, I'm sit va bu yerda siz o'z ikki bosqich parolingizni kiritasiz. Demak, ikki bosqich parolni kiritamiz va yuborish. Afsuski, ushbu foydalanuvchida botlar o'z limitiga yetgan. Ushbu akkauntimda haddan ziyod ko'p bot yaratib yuborganim uchun ushbu amal oshmadi, o'z kutilgandek natija bermadi. Demak, siz ham xuddi shunaqa desktop versiyada yoki da o'zingiz qurilmangizda bo'lishi mumkin, balki xuddi shunaqa qilib amalga oshirishingiz mumkin. Shaxsan men telefonda hali sinab ko'rganim yo'q. Hozirda kompyuterda ham shoshilinch videoga oldim. Siz ham xuddi shunaqa qilib bemalol o'zingiz uchun botingizni boshqa akkauntingizga o'tkazib olishingiz mumkin. Demak, siz bilan Sindor YouTube kanali bo'ldi. Bizning kanalimizga obuna bo'lib, qo'yish tugmasini bosish esdan chiqmasin. Hammaga rahmat. Boshqa videolaringizga ham e'tibor bering. Agarda bot yaratishni bilmasangiz, bot mavzusiga qiziqib ko'rmagan bo'lsangiz, sizga bot yasash video darsligimni ko'rishni tavsiya qilaman.
Demak, e'tibor uchun hammaga rahmat. Siz bilan Sen Noroz bo'ldi.